ukam qabziyni tez men bilmayman. Shu ertagacha shu o'ziga bo'lsin, tushundingmi? Xo'p, mayli, tushunibsan. Xo'p, kabuchi, lekin sharoitim og'ibchiydi, pul ham yo'q. Menga ular qiziq emas. Menga ertagacha pul bo'lsin. O'zog'i 6 soatda pul bo'lsin. Men o'zi mana kunam chiqdi. Mana qo'ying, tushundingmi? Uzuncha dam olganim yo'q. Mayli, beraman. Tushunibsan. Tushunibsan. Hammaga salom, sizlar bilan men Friend Gamer. Xush kelibsiz mening yangi videomga. Obunachlar mana ko'rib turibsizlar, kechasi telefon qildim, uxlamoqchi edim. O'zi kunam chiqdi soat 5:30 5:30 ko'rib turibsizlar, kabuchi vashi. Uncha tuzuk dam ololmadim, kabuchi va telefonimni solib qo'yaman cho'ntagimda. Voy, ishqida be bomdod bo'lyapti. Mayli. Televizor yaxshi turibdi. Okey, qani nima ishlasam? Janob Merdoldiga boraychi. Bu yetili bu golemlar-yu hali odamlar. Mayli, mana pulga qiynalib o'tiribman. Men kelsam mumkinmi? Kiraver. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Bo'ladi. Menga bitta yordamingizga bejiydi. Qanaqa? O'zi uxlamoqchi edim. 5:30 bo'lsa, bomdod. Manda ham bo'lyapti endi. Mayli, hozir tosh olib kelasanmi? Tosh kechasi emas endi. Mayli, nima ishingizni qilaman. Keyin davat ko'p o'shadan sanadan instrumentlar yasab, sutava pullarini qishloqlar sanlarga o'ylaylar, meni bilaman o'shalarni sotib. Unda boshqacha arralar, boshqacha narsalar sotaman dedi. Yo'q, mayli, keyfingiz bormi? Ol. U qimmatidan ekan, Ha, ehtiyot qil. Xo'p. Lekin keyin qilsam bo'ladimi? Lekin keyfingiz menga to'xtasa, o'zimniki ham bor. Yo'q, menikini ishlat. Mayli, hozir biroz dam olsam bo'ldi. Mana bu odam qarzimni so'rayapti. Nechta pul qarzim bor? $1500. Nima qilay? Qondagi yedingmi shuncha pulga? Yo'q. Nima desam, tushuntirib berish qiyin, kabuchi. O'zimga oluvdim, ketdim, bo'ldi. Keyinchalik ishni qilaman o'zi. Bomdod hozir voy, pullarni yomon o'zim. Bundan ham ko'piga harakat qilish kerak. Voy, jinibsan. Jinibsan. Brat telefon qilyaptilar. Xudo shu telefon qilib ketdik. Endi janob merda qo'liga ishlasammi? Nima deysizlar bolalar? Mayli, xo'p. Birimizga kondan anovalar. Sen kimsan? Jinibsan. Mana senga. Yo'qol. Sen hali gapirishni ham bilasanmi? Yo'qol deydi. O'zing yo'qol. Bo'ldi, endi shitdan kavlashni boshlaymiz. Zo'r ekan. Aski menga bunaqalar yo'q. Bo'lsa ham eskisi boshqalari bor. Okey, wow. Zo'r ekan, bo'ldi, vashi. O'zim yopib qo'yim kerakda, balki olamiz, bolalar. Nima deysizlar, shu kiyimdan o'zim yopib qo'yaymi? Yo'q, janob merga qaytarib beramizmi? Lekin menga yoqib qoldi-da bu bo'lishlar. Nima deysizlar? Menga bu juda ham yoqib qoldi. Tushunmadim. Ana u nima? Sizlar buni ko'rdinglarmi? Mana bu narsa. Shunisi bu yerda uy bormi? La'nat hozir bormi? Uni tushunmadim men bu yerda nima bu? Kavlaylikchi. Mayli, menimcha ko'zimga ko'ringan. Biza ungacha qistak
topamiz hali. Mayli ko'zim yetganligiga bosdan ham. Bu amalga oluvchiligim soqib ketyapti. Tushunmadim. U bu nechilar? Nima bu? Ko'psizlarmi? Bu tashqaridagi ko'rgan narsamga o'xshaydi bu pul. Pulmi, dollarmi bu nima? Boylik topdik, to'xtaladi. O'zi 1 minut. Qani to'xtaladi, bitta toshni kovlaymiz hozir. Yaxshi, opa. $1,000. Men nima dedim sizlarga? Bo'ldi. Mana. Yo, buni tez yopmasak, bu odamlar ko'rib qoladi. Tez yop. Bo'ldi, mana bittani. Opa. Tushunsan nima? Yotoq. Men boylikka tushib qoldim. Bu nishlar? Men bularni millioner bo'lib ketaman. Janobson obunachilar. Men millionerman. Obunachilar, men millionerman. Qani sandiqqa umrimga bo'lmagan narsalar. Yana nima bu? Bizlar men boyib ketdim. Mana bo'ldi, hammasi meni uxlashdi. Bo'ldi, kavlaymiz. Yo'q, ularni o'z qo'yib qo'yaylik. Kechga Rashidda olib ketaman. Bitta o'zim olib ketaman. Hech kim olib ketmaydi boshqa. Bitta yopib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Toshimizni kavlaymiz. Biz hech narsa qo'yamiz. O'ylab qishloqqa do'kon ochsammi? Nima deysizlar? Bo'ldi, gap yo'q. Do'kon ham, mashina ham, uy ham olaman kerak bo'lsa. Bo'ldi. Mashina kerak emas. Uncha yoqmaydi. Mayli. Qishloqqa o'zim janobga haydashga qo'ymayman mashinani. Mayli, o'zim ham topdim. Hech kim bilmasa bo'ldi. Yana 50 ta bo'lsin. Bo'ldi, bitta bo'lib oppa qo'yamiz. Ketdi. O'zi qo'nim ham ochib ketdi. Jinsani bratga. Kaptamga bo'ldi. Hozir telefon qilaylik. Bo'pti, brat. Bolalar, mana nihoyat qabzimdan qutuldim. Mana nihoyat. Yes, albatta videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Kaptadan tashlab oldim. Ana pulni yarmini oldim chunki ko'rmagan bo'lsanglar, hech narsa qilmaydi. Keligimga bob ekan. Mana janob, men sizga tosh. Tushunmabsiz, soqqamga zo'r. O'zi nimalaysiz? Ishing bo'lmasa pulni ol. Mayli, pul mayda yo'q ekan. Uyga 8 millionmi? Pulini keyin beraman. Mana. Bo'ldim. Bu necha pul toshini? $1 million. $1 million. Shunda bo'laman, boyman. $1 million. Mani haqqim bu. $1 million. Men janob, men o'zi yaxshilik qilishni yaxshi ko'radi. Menga bu? Ha, yaxshilik qildim. Okey, bo'ldi, yaxshi. Endi men boyman, lekin juda ko'p edi. Kech qolmay kunduzimi, abid bo'lsin. Hozir ertalab qilishim kerak. Keyin o'zim sekin do'kon ochaman qishloqqa. Pulni qo'yaman. Ana kiyimlarni olib kelish kerak edi. Keyin merdan olsa qolib ketibdi. Mayli. Mana qo'yib berib kelamiz. Birovda haqqi yomon. Birov narsasini, masalan, qo'shnilardan narsa olinglar, sizlar qaytarib beringlar. Janob, men mana bu qolib ketibdi, ishlang. Halol bo'l ekansan. Menimcha tarbiya senga yo'qdi shekilli. Yaxshilik qilishni deb bo'pti kabirchi. Yaxshi. Shunaqa gaplar. Yo'q, sen qanday qilib do'kon ochasan qishloqda? Shunday qilib
Mayli, haqqi yo'q, do'kon ochsa ochiq. Mayli kaka, biz nag'mani yashayapsanmi qo'zi? Ha. Bo'pti. Senga lekin judayam katta rahmat, do'stim. Agar bundan yetilgan anaqa qo'y hamma bo'lib. Undan allaqachon bo'lganman. Kavachi bo'pti. Bo'lamanda. Bo'lilan o'rganib ketammi? Kavachi. O'zi 1 minut o'rganishlardan. Listim вообще bo'sh qilib talaymiz bo'ldi. Bo'sh, hamma joyim bo'sh. Mana bo'sh bo'ldi. Endi kepkam, o'zimni kepkam bo'ldi. Mana bu yoqqa ishlatilgan olishga ishqilib kuchaytsa bo'ldi. Hech kim yo'q. Tez borishimiz kerak biza. Okey, mana bu. Kirma birodarga. Mayli. Bas, o'yinga shun bulokim bo'ldi. Bulokim bilan mayli. Sekingina qaqdan deb o'yinga mana chinosi yetil. Bo'ldi. Ana endi yarmini olamiz. Endi yarmiga bobat qilib do'kon ochamiz. Masalliqlarni juda ham ko'p olaman. Juda katta do'kon bo'ladi. Hech kim do'konni mazza qilib xarid qilsa ham bo'ladi. Men o'zim do'kon ochaman. Bu bo'ylilar menga almas topdim. Almaslar ham ko'p. Bitta donasi $1,5 million. Kabuchi odamda qolganini yaxshilik qilsam yaxshi, chunki mebladan bratoldan yaxshi. Odamlarga ham obunachlar yaxshilik qilinglar. Okey, yaxshi. Masalan, do'stlaringizga yaxshilik qilganga qaytarib keladi. O'ziga qaytib keladi birontadan. 1 yilcha bo'lsa ham, 1 oy bo'lsa ham. Mayli tez hozirchalik kamerani o'chirib turaman bolalar. Obunachilar, mana kondan qaytdim, yarmini oldim. Keyin qolib keyin olishim kerak edi. Mana kelib oldim, keyin do'konni gaplashamiz bolalar. Qaysi kiyimni kiysam, mana shuni kiyib qolaman. Juda yoqdi. Arzondan boshlash kerak. Pulni qo'chdik. Qana ekan vashshi. Qilib yetilib bilib qolmasin. Mana tushunasizmi, bu yerda o'zbek tishim kerak. Ketdim men tez bo'lmasam bo'lmaydi. Okey, qo'shnilar hammasi uxladi. Okey, men ham uxlayman endi. Okey, endi qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaman. Pullarim o'zimga qoldi. Pullarimni olaman. Zo'rman bu ekan. Telefonim qaqib qo'ydim. Telefonimni. Keyin yana qidibaman telefon olman. Hop. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz do'konni masalliqlarni, ya'ni narsalarni sotasiz, oziq ovqat. Da, shunday. Bo'ldi, men do'kon ochmoqchiman. Ertaga kavachi gaplashamiz aka, erta ertalab. Mana menimcha menga nomerni Xotam degan bola berdi. Xotam meni ishchim bo'ladi. Rahmat. Menga ertagacha kelsin dastavkam. Mayli, lekin do'konni qurish kerak. O'sha narsalarni aytib beramiz. Bo'ldi, ertaga gaplashamiz. Okey. Bo'pti. Xo'p. Sizlar kiyim yarashtimi qaranglar. Ko'rdinglarmi bo'laman. Ertaga Xudo xohlasa videoni chiqaraman. Albatta, endi xafa bo'lmanglar. Endi bolalar videoni chiqaraman. Hozir chiqarsam ham Xudo xolasa bo'ldi. Men juda charchadim, nasib etsa do'kon ochamiz.